بسم الله الرحمن الرحيم. المضاف إليه مضاف إليه. والثاني إذا نسب إليه اسم سابق. ikkinchi jar o'rni agar unga o'zidan oldingi ism nisbat berilsa, nahvu xodimul amiri va surul madinati, mana bunga o'xshashki amirning xodimi va madinaning devori deganga o'xshash. ويسمى مضافا إليه وما قبله مضافا. va bu ikkinchi ismni muzofin ilayh deb ismlanadi va o'zidan oldingi ismi esa muzof deb ismlanadi. إذا سمعنا إنسانا يقول حضر اليوم خادم. agar bir insondan eshitsak aytadiki bugun xodim hozir bo'ldi desa, فلا نعرف أي خادم يريد أخادم الأمير أم خادم القاضي أم خادم الإنسان آخر لأنه لم ينسبه لحد. biz bilmaymiz qaysi xizmatkorni iroda qilyapti, amirning xizmatkorimi yoki qozining xizmatkorimi yoki boshqa bir insonni xizmatkorimi, chunki u aytuvchi u xizmatkorni biror kishiga nisbat bermadi. فإذا قال حضر اليوم خادم الأمير. agar u aytsaki bugun amirning xodimi hozir bo'ldi desa, عرفنا المراد بالخادم لأنه تعين بنسبته للأمير. biz xizmatkordan maqsadni bilamiz, chunki u amirga nisbat berishi bilan tayin qilib berdi. فلفظ خادم يسمى مضافا ولفظ الأمير يسمى مضافا إليه. xodim lafzi muzof deb ismlanadi va amir lafzi muzofin ilayh deb ismlanadi. va mislu xodimul amiri, amirning xodimi deganga o'xshash. surul madinati, madinaning devori, va babul bayti, uyning eshigi, va inanil farasi, otning tizgini, va ma ashbaha zalika min kulli ismayni nusiba avvaluhuma ila sani. shu kabi har bir ikki ismki birinchisini ikkinchisiga nisbat berilsa muzof muzofin ilayh bo'lib keyingisi jar o'qiladi. va la yakunul muzofu ilayhi illa majruran. muzofin ilayh faqatgina jar holatda bo'ladi, ammo muzof hamma i'roflarni ko'taradi. tamrinun mashq. ميز المجرورات من هذه الجمل. bu jumladagi majruratlarni ajrat. lisanul xoli afsahu min lisanil maqoli. holatning tili fasohatliroqdir, ya'ni tushuntirib beruvchiroqdir so'zning tilidan ko'ra. lisanul xoli muzof muzofin ilay. mana ikkinchisini jar o'qiyapmiz. bu mubtado, afsahu xabar bo'ladi. min lisani jor majrur, lison muzof, maqol muzofin ilay. mana muzof min kelgani uchun jar o'qilyapti, ammo maqoli bo'lsa muzofin ilay bo'lganligi sababdan. bil adabi naylul arabi. odob bilan maqsadga yetmoqlikdir deganda bil adabi jor majrur, xabar muqaddam, naylul arabi izob muzof, muzofin ilay, arabi jar o'qilyapti. nurul qamari mustafadun min nuri shamsi. oyning nuri quyoshning nuridan foyda oluvchidir degandagi mana nurul qamar mubtado, nuri muzof, qamar muzofin ilay jar o'qiyapmiz. mustafodun xabar raf o'qilyapti. min harfi jar, nuri majrur, nurini jar o'qiyapmiz. nuri muzof, shamsi muzofin ilay, shuning uchun jar o'qiyapmiz. al mustajiru bi amrin inda kurbatihi kal mustajiri minar ramdoi bin nari. bu she'rda amirdan yordam so'rovchi g'am tushgan paytida go'yoki qaynoq qumda turib olovdan yordam so'ragandek. al-mustajiru bedi mubtado, raf o'qiyapmiz. bi amrin, bi harfi jar, amrin majrur, jar o'qiyapmiz. inda zarf, muzof, kurbatihi muzofin ilay, kurbatini jar o'qiyapmiz. kal mustajiri, ka harfi jar, mustajiri majrur,
jar o'qiyapmiz. Minar ramdoi bu ham jori majrur jar o'qiyapmiz. Bin nari bu ham jori majrur jar o'qiyapmiz. Al mustajiru mubtado bo'lsa, kal mustajiru jumlasi xabar bo'ladi. Bu she'r qiynalgan paytida bir kishidan yordam so'ralganda battar uni qiynatajanga timsol qilib aytilgan she'rdir.